Oilaviy ichadigan choyimiz uyda immunitetni bomba qiladi. Immunitetni ko'taruvchi, shamollashga qarshi, qonni suyultiradi, tanani tozalaydi. Oilaviy ichamiz bu choyni. Birinchi o'chiribda bizga kerak namatak. Namatakni olganimizdan keyin buni bitta chay olamiz. 4 ta namatak va 5 ta boyarishnikka suv olamiz buning ichiga. Bu filtr. Uni ketidan imbiq 1 choy qoshiq. Kimnidir ta'miga qarab, achchiqroq bo'lishi yoki yaxshiroq shamollash bo'lsa, ko'proq solsa bo'ladi. Uni ketidan kurkuma solamiz. Kurkuma ham yarim choy qoshiq. Gvazdikadan kimgadir xohlaydi achchiqroq bo'lishi, kimgadir xohlamaydi. Men 3 ta dona, 4 ta dona so'raman. Novat solaman. Novat. Buni o'ziga ham solsa bo'ladi, choyniga ham solsa bo'ladi. Cho'bimga, termosga. Limonni blenderdan o'tkazib, yaxxonaga solib qo'yganman. Asal solishim kerak. Asal. 2 qoshiq solaman asal, 2 qoshiq asal. Kimdir shirinlikni xohlamasa, 1 qoshiq solsa ham bo'ladi. Men 2 qoshiq soldim asal. 3 soatda tayyor bo'ladi. 3 soatda dimlangandan keyin 3 soatda hammasi eriydi. Bitta chayqatib olib, ichishni boshlaysizlar. Yana bitta narsa ko'rsatmoqchi edim. Mana asalchidan olganman. Internetda ham sotadi. Asalli ini. Obedda yoki ertalab choydan keyin bitta og'zimga solaman. Shunaqa immunitetni ko'taradi, oshqozon ichini shunaqa davolaydi. Tavsiya qilaman.